Dunyo tanigan eng mashhur rassomlardan biri hayoti davomida atigi bitta rasm sotganini bilarmidingiz? Bugun sizga Van Gogh haqida eng qiziqarli va biroz og'riqli faktlarni aytib beraman. Van Gogh muzeyiga ham borganda mana shu muhitni sizlar bilan bo'lishaman. Van Gogh hayot davomida 900 dan ortiq rasm chizgan, ammo u tirikligida deyarli mashhur bo'lmagan va faqat bitta rasm sotilgan. Qiziq tomoni, u boshda rassom emas edi. U diniy voiz bo'lishni xohlagan. Keyinchalik esa san'at orqali odamlarga ruhiy ta'sir qilishni boshlagan. Van Goghning asarlarida boshqa rassomlarga qaraganda boshqacha his bor edi, ya'ni ranglarni boshqacha his qilar edi. Aytganimdek, uning ko'plab asarlari bo'lgan. Shu asarlardan ko'pchiligi sariq rangdan iborat bo'lgan. Chunki u sariq rangni boshqacha yaxshi ko'rgan va boshqacha his qilgan. Ha, shunday. Ko'pchilik insonlar Van Gogh rangni farqli his qiladi, farqli ko'radi deyishgan. Ayniqsa sariq rangni. Sariq rang uning ichki energiyasi edi. Quyosh, bug'doy, dalalar, tungi chiroqlar, hammasi jonli. Uning eng mashhur asari Yulduzli tun asari edi. Van Gogh bu rasmni ruhiy shifoxonada bo'lgan paytda chizgan. Derazadan ko'rgan manzarasini va ichki hislarini birlashtirgan. Va ko'pchilik biladigan voqea, qulog'i bilan bog'liq hikoya. Sababi haqida turli taxminlar bor. Ruhiy bosim, yolg'izlik, yaqin do'sti bilan kelishmovchilik. Ammo aniq javob hanuz ham yo'q. Rassom sifatida men Van Goghdan bir narsani o'rgandim. Mukammal bo'lish shart emas. Samimiy bo'lish kifoya. Rangni his qilish eng katta jasorat. Agar sizga mana shunday sokin san'at hikoyalari yoqsa, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoda qaysi rassom haqida gapiray? Leonardo, Dali yoki boshqa rassom? Siz yoqtirgan rassom ismini kommentariyada qoldiring.